Aka yaxshimisiz? Uzr bersiz tag'in, charchamaysiz. 2 marta o'tdim-da, tushdimmi yo'qmi so'ragan ko'rim shuni. Tushibmizmi? Necha tushibmiz ekan? 70 haydagamiz. 70? Ha, beri 60 dan. Bu nima qilamiz? O'chirib olish iloji yo'qmi? Hech qanaqa iloji yo'q. Qaror. Qaror? Noqonuniy bo'lsa qaror. Suddan o'chiriladi. Shu sudda o'chiriladigan bo'lsa sizlar nima ishlayapsizlar o'zi? Sud vakolat menda yo'q. Ha, siz qarang, bitta so'rasamda sizga. Prezident qaroriga bo'ysunasizmi? Prezident qaroriga bo'ysunasizmi? 2024-yil 17-dekabrmidi, 24-dekabrdan xullas dekabr oyida bitta qaror chiqardi-da, ichki ishlar organ xodimlari tadbirkorlik subyektlari bilan faoliyat olib borish mumkin emas, yordamlashish mumkin emas, ularni qo'shma ish olib borish mumkin emas degan qaror chiqardi. Sizda bu qo'ygan narsangiz tadbirkorniki. To'g'rimi? Lekin siz faoliyat olib boryapsiz hozir. Mana prezident siyosatiga qarshimisiz? Men qarshilashlardan so'raman. Kimdan so'rang? Men rahbarimdan so'raman. Siz ismingiz kim aka? Zokir Ergashev. Zokir aka Ergashev. Bugungi chistomuz aka, qarang. 22-may ekan. Zomin kelib turasizmi siz? Xudo xolasa mana shu qaror bekor bo'lganini ko'rishamsiz menda. Moddiy va ma'naviy zarar undirish bo'yicha xudo xolasa ariza kirgizamiz. Avtoblogerman aka men. Fuqarolik huquqiga egasiz. Avtoblogerman aka. Mana shu soha bo'yicha shu paytgacha 100 dan oshiq odamni bekor qilib berdim multiradir bo'yicha. Sizmi o'sha? Tanidingizmi endi? Ha. Eshitgandingiz, ana endi ko'rsiz. Ismim Nuriddin aka. Instagram tarmoqlarida o'z blogimni olib boraman aka. YouTube'da, Instagramda faoliyat olib boraman. Bu narsa noqonuniy. Oddiy sizga bitta vajini aytdim-da hozir men. Vazirlar Mahkamasi 975-sonli qaror deb aytib qo'ygan. Belida maxsus belbog'i bo'lishi kerak, tepasi bo'lishi, ekin patrulga o'xshagan bo'lishi kerak, to'g'rimi? Bu lekin noqonuniy. Prosta xalq ko'pchilik bilmasdan to'layapti. Misol men o'zimning kuniga 10 tadan oshiq odam keladi oldimga. Mana shu narsa bo'yicha. 1.800.000 so'mdan aka misol uchun tushganlar qancha bor? 900 yil qancha ham to'lagan taqdirda ham chakana pul to'lab qo'yadi-da. Siz qanday bekor qildirasiz? Qonun qarorda aytibdi-ku, prezident aytib qo'yibdi. Ichki ishlar xodimi mumkin emas. Bu tadbirkorlik, to'g'rimi? Yo davlatniki. Yo'q. Investor o'sha nima degani? Tadbirkorlik degani. Qarang, bu investorni jalb qilish bo'yicha o'zining alohida qarori bor. Xo'p, lekin o'shanda ham bor-ku, reglament bergan-ku prezident. Belda belbog' bo'lsin degan, patrul mashinasi bo'lsin degan, birinchi belgisi. Agar bu qonuniy faoliyat bo'lsa, men javob qilgan ishimga javob beraman. Agar bu noqonuniy bo'lsa, men javob bermayman. Chunki noqonuniy tuzilgan protokol yuridik kuchga ega bo'lmaydi. Siz hozir maxsus mashina deyapsiz-da. Men misol uchun hozir pajarniga, skoriga, gayin mashinasiga yo'l bermasam, menga 5 akat yoziladi, to'g'rimi? Sizga yo'l bermasam 5 akat yoza olasizmi menga? Yoza olmaysiz. U demak maxsus mashina emas. Qarang. Bu mayli, bitta tarafi tushunarli. Qaror bo'yicha o'zi noto'g'ri ekan. Bu sizning qoidabuzarligingiz tarafi, bu taraf qanday ketadi? Siz qonuniy qilsangiz, men qoidabuzarlik uchun javob beraman.